Mani kanalimga xush kelibsizlar. Hop, biz bugun sizlar bilan HTMLda kod yozishni o'rganamiz. Bizga buning uchun Visual Studio kod kerak bo'ladi. Albatta, uni Chromedan yuklab olsangiz bo'ladi. Hop, biz bitta papka ochib, buni Visual Studio kodga tashlaymiz. Hop, men oldindan tayinlab kerakli kodlarni yozib qo'ydim va mayli, sizlar uchun bu kodlarni hozir o'chirib boshdan qilib beraman. Mana odatda mana shunaqa narsa chiqadi va mana shu yoqqa shift 1 mana shift 1 klaviaturadagi shift 1 tugmasini bosgan holatda qilasizlar. Mana shu index html ga mana enter tugmani bosganda mana shu kodlar chiqib keladi va bizning kodlarimiz har doim bodyning ichida yoziladi va biz sizlar bilan bugungi darsligimizda HTML ga rasm qo'yishni o'rganamiz, ya'ni image dagi yordamida mana image degani chiqaramiz va bizga rasm qo'yish uchun обязательно Chrome kerak bo'ladi. Va misol uchun biz Chromedan istalgan rasmni olishimiz mumkin va menimcha oramizda futbol muxlislari ko'p deb o'ylayman. Shuning uchun hop futbol haqida rasm olamiz. Hop, oramizda futbol muxlislari qaysi futbolchiga bolid qiladi bilmayman, lekin men Ronaldoga bolid qilaman. Agar oramizda Messi futbolchilari bo'lsa, uzr so'rayman. Kartinkaga kiramiz va copyright ular kartinki va yana qaytamiz va mana shu yoqqa control va tugmasini bosamiz. Aynan mana shu qismga. Hop, sizlarga bitta narsani tushuntiraman. Hop, men sizlarga aytayotgan har bitta tugmalar klaviaturada joylashgan. Control tugmasi, V tugmasi, shularni baravariga ketma-ketlikda bosishi o'zi kifoya qiladi. Endi biz go live qiladigan bo'lsak, rasm chiqadi, biz tanlagan rasm. Agar yozuv bo'lsin desanglar, mana Visual Studioga qaytamiz va mana hop, headinglardan H1 ni tanlaymiz edi. Hop, mana Ronaldo Ronaldo futbol chempioni deylik. Hop, endi yana go live qilamiz va biz xohlagan yozuv tepada paydo bo'ladi. Hop, endi IT ga bu narsa nima keragi bor desanglar, anaqa adashasizlar, chunki image va H1 lar kerak va bular nima kerakligini keyingi videomda o'zim aytib o'taman. Hop, va headinglar haqida ham asosiy narsani aytib o'taman. Hozircha bu boshlang'ich, ya'ni 0 dan boshlanadigan dars. Hamma narsani 0 dan boshlash kerak va hop, asosiy ketma-ketlikda ko'radigan bo'lsanglar, shunda 0 dan asta-sekin IT ni sohalarini o'rganishni boshlaysizlar. Hop, men sizlarga hozirdan tayyor bitta sayt qilib beradigan bo'lsam, sizlar umuman hech narsaga tushunmaysizlar. Shuning uchun avvalroq 0 dan o'rganishni boshlaymiz va keyingi boshqa videoyimda IT ning asosiy maqsadini tushunib olsanglar bo'ladi. Bugungi video HTML ga image da rasm qo'yish edi va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.